Hammaga salom, sizlar bilan men Abdulaziz va bugungi videomizda Minecraft o'yinida olmosli uy quramiz do'stlar. Qani bo'lmasam ketdim. Do'stlar, mana bizga ikkita blok va olmos, oltin va temir kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu tekis joyda quramiz. Ustunlarini izimlikdan qilamiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta. 1, 2, 3, 4, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Mana 1, 3, 4, 5 ta. Bo'ldi. Mana bularni birlashtiramiz. Mana bu eshigi bo'ladi. Mana polini esa oltindan qilamiz. Endi esa eshigini qo'yamiz. Qora eshikdan. Endi esa ustunlarini qilishni davom etamiz. Xo'sh, bo'lgan boshda 1, 2, 3, 4, 5 ta. Mana xo'sh, endi mana 1, 2, 3, 4, 5 ta. Mana bo'ldi. Ustunlarini bitirdik. Endi devorlarini qilsak bo'ldi. Mana 1, 2, 3, 4 ta bo'ldi. Mashqga 4 tali oyna qilamiz. Keyin u tarafiga xo'sh, hozir oyna qilamiz. Endi bitta oyna kerak bo'ldi. Mana bo'ldi. Endi botga 2 tali oyna qilamiz. Botga 2 tali oyna yetadi. Mana xato qo'yib. Mana do'stlar, agarda mana shu videoning tagiga 10 ta like chiqsa, biza mana shu uyni ikkinchi etajini ham quramiz do'stlar. Agarda 20 ta like chiqsa, biza 20 ta like chiqsa, biz 3-etajini ham quramiz va portalga kirib, portalda ham yangi narsalar bo'lsa ko'rib kelamiz. Mana ukam ham bor. Ukam bilan ham ularni videolar chiqaramiz. Lekin hozir emas. Endi esa poliga keldik. Polini oltindan qilamiz. Chunki oltin polga yarashadi. Mana tomini esa temirdan qilamiz. Mana bo'ldi. Endi esa polini bitirib olganimizdan so'ng tomini bitiramiz. Keyin esa chertagini quramiz. Mana bo'ldi. Mana endi tomini ham qilib olamiz. Tomini temirdan qilamiz. Mana bitta yapib olamiz. Bo'ldi. Mana xo'sh, botni yopamiz. Mana tomini ham bitirib olamiz. Chertagini esa izmiruddan qilamiz. Chertagini bo'ldi. Mana xo'sh, endi esa chertagini quramiz. Uni esa izmiruddan qilamiz.
Buni oltindan qilamiz. Oltindan qilsa yaxshi chiqadi. Mana 4 bo'ldi. Endi esa bu tomonini qilamiz. Mana bo'ldi. Endi esa masharatlarni qilib chiqamiz. Xo'p, do'stlar, bu kanalda hozir 9 ta obunachi. Bu obunachilarni hali 100 taga chiqarishimiz kerak. Shunaqa like'larni ham esdan chiqarmanglar, obuna va like bosib qo'yinglar. Qancha ko'p meni podpishka qilsanglar, mana videolarning sifatini oshirib, yaxshi kontentlar qo'yib boraman do'stlar. Xo'p, mana qo'yamiz. Ortiqcha bo'ldi. Chertagini ham bo'g'amiz mana. Bo'ldi. Mana mana bo'ldi. Mana chertagini bitiramiz. Bo'ldi. Voy, bu yog'i bir xil chiqishi kerak. Mana bo'ldi. Chertagini ham qilib bo'ldik. Endi esa ichkarini narsalar bilan to'ldiramiz. Ikkita yotoq qo'yib qo'yamiz bu yerga mana. Keyin sandiq mana. Bittali sandiq ketadi, bu yerga versak. Ikkita bu. Endi esa kitobchavani olamiz. Keyin bu yoqqa endi portal qo'yamiz. Mana. Lekin portalga kirmaymiz. Portalga hali keyingi videolarimizda kiramiz. Xo'sh. Mana. Bo'ldi. Mana portal ham tayyor. Mana. Lekin hali kirmaymiz. Endi esa kitobchalarni qo'yib chiqamiz. Mana. Bo'ldi. Mana. Uyimiz bitti do'stlar. Mana sizlarga tashqaridan ham ko'rsataman. Mana. Do'stlar, sizlarga video yoqqan bo'lsa, like va obuna esdan chiqmasin. Ko'p podpishka qilinglar. Men yana sizlarga yaxshi kontentlar chiqaraman. Hammaga xayr do'stlar.